apalavkalar uchun va kolonna apalavkalar uchun tayyor tayrotlar qadrdonlar rezibasiga bitta yetib berib qo'yasizlar. Xolasalang 3 metrlikdan, xolasalang 60 santimetrlikdan bor ekan. Undan tashqari akalarimizda bir g'ildirakli aravalar uchun o'qlar ham bor ekan, bolt kekalari hamma yo'q ichida ekan. Xo'sh, undan tashqari 20 santimetrdan 50 santimetrgacha apalavkalar uchun shpilkalar. Narxlari juda ham arzon, dastavkalar butun O'zbekiston bo'yicha kelishilgan narxlarda yetkazib berishadi. Xo'sh, 50 santimetrlik o'qimiz narxi 12500 so'm, 20 santimetrlik apalavkaning o'qi 8000 so'm va albatta mana bu yerda 38 santimetrligi 11000 so'mdan ekan, 40 santimetrlisi ham 11000 so'mdan dastavkalar o'sha yerda o'tkazamiz. Kelishilgan narxda butun O'zbekiston bo'yicha yetkazib berishadi. Xo'sh, aravalarning o'qiga keladigan bo'lsak, mana shu turishi 10000 so'm ekan. Tayrotni 60 santimetrlisi rezibasiga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Shu turishi qancha do'st ekan? 38000 so'm. Agarda menga tayrotni o'zi kerak deganlarga narxi 12000 so'mdan ekan. 3 metrlik reziba ochilgan tayrot uchun tayyor o'qlarimiz qadrdonlar 1 metri 22000 so'mdan ekan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlarni qoldirib qo'yamiz. Manzil Farg'ona viloyati Bo'ydoq tumani Dehqonobod kommenteridan bo'lyapti.